أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün dersimizin 48. hadisiga kelgan 48. hadisdan dersni başlamoqchi. An Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Juma kunlikdagi azan bo'lsa, uning avvali, ya'ni birinchi azan imom minbar ustida o'tirgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonasida, Abu Bakrning zamonasida va Umar radhiyallohu anhuning zamonasida edi. Şu imam minber üstüge olduğun çağda birinci azan şu vaktiydi. Osman radıyallahu anhu halife bulup adamlar köpüyüp taraftan İslam'a kirip yurtlar fethi bulup İslam'ın zeminleri kemirip kıgan çağda Osman radıyallahu anhu 3. azanını Zavra degan joyda ko'paytib qo'ydi, qo'shib qo'ydi, avutib qo'ydi. Demak, Umar radhiyallohu Osman radhiyallohu anhu'ningki bu nimadan darak beradi desa, maqosidu shariatdan darak beradi birodarlar. Shariatning maqsadidan. Chunki azon nima uchun yo'l qo'yilgan? I'lon uchun. İ'lam üçün namazning vaqtining kirganligini jakalash va uni uqtirish uchun yo'l qo'yilgan. Sahobalar azonni qaysi xil shaklda qilishlik uchun ba'zanlar zil qo'ng'iroq challadisa, ba'zanlar kanay ishlatilsa, yana ba'zanlar yuqoridagi azon labzileri bilan chaqirli deb tush orqali vahiy qilinib bu muayyanlashgan. İslamning maqsadi odamlarni namozga chaqirish, namozning vaqti kirganligini bildirish, shu orqali umumatan yiroqlarga chechilib ketgan, taraflarga ketib qolgan musulmonlarni namazning vaqti bilan xabarlantirish. Shunlashqa Umar radhiyallohu anhu shunlashqa Osman radhiyallohu anhuning zamonasiga kelgan vaqtda Osman ziminlar islomiy fathilar ko'p bo'ldi. İnsanlar ko'paydi, ya'ni musulmonlar ko'paydi va yoki shaharga odamlar ko'p yeyildi. Neticede hammasi turmuş işleri ve başka aldırış işler bilan bulup ketkenlik için ularga namazning vaqtining kirganligini bildirish zurriyati tug'ildi. Shunda bo'lg'achqa Osman radhiyallohu anhu bo'lsa odamlarni namozga agalantiradigan bir azonni ve namazning vaqti kirgan chaqda o'qiladigan bir azonni yo'lga qo'ydi. Qanda odamlar chechilib ketganligi uchun imom mihrobning ustiga chiqqan hamon o'qiladigan azon asli mashg'ulot, ilm bilim, savdo setiq har qanday ishlar harom qilinadigan azon. Agar yo'l yiroq, xizmat qilgan o'rin chetda, masjid bilan orliqi bo'lib qolsa, musulmonlar imom mihrobga chiqqandan chillam
azan okulsa o azanni anlab ülgüp kelip bulalamdı. Ya, bunda bo'lganda musulmonlarni agalandırış üçün, uqtırış üçün yiroqdagilarni tayyorlik qilib masjidga akilish üçün bu yerda bir azanni yo'lga qo'yish shariatning asli talablariga uyg'un bo'ldi va talabi asli maqsad uni taqozo qildi. Shuning uchun qanday qildi desa, birinchi azanni yo'l qo'ydi. Ikkinchi azan asli pati imom mihrab ustiga chiqqan vaqtda o'qildi Rasulullohning zamonasida. U vaqtda sahobalarning ishi jiq emas, qalbi masjidga bog'langan, mumkin masjiddan yiroq ketmaydigan, Rasulullohning abcho'risida turadigan bo'lg'achqa, ularni shu masjidning ichida yoki masjidning atrofida anglangan azan bilan chaqirsa bo'ladi. Uchinchi azanchi takbir. Takbirni azan deb atishi asosiyatdan bu taglib bor. O'zinglar bilasizlar, bir narsani agar ikkisining orasi yaqin bo'lsa, birining orasiga kirgizib o'tish. Shuning uchun shariatning maqsadiga uyg'un, maqsadiga muvofiq, shariatning asli maqsadini hosil qiladigan bir ish agar paydo qilinsa, uni bid'at deb musulmonlar uni inkor qiladigan va unga cheklab manhi sifatida muomala qiladigan ish qilmaslik lozim. Al-ma'na al-'am شرع الله الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة وقد كان المسلمون قبل أن يشرع يجتمعون في المسجد فيتحينون الصلاة ويقدرون حينها ووقتها فإذا ما قرروا دخول الوقت قاموا فصلوا فلما كثر المسلمون وانشغلوا في المدينة بمشاغل الحياة فكر رسول الله وفكر معه صحابته في وسيلة يعلم بها الناس بدخول وقت الصلاة ليجتمعوا لها فكان الآذان umum ma'nosi. Allah subhanahu va taolo azanni namozning vaqti kirganligini uqtirish uchun yo'l qo'yib berdi. Musulmonlar azan yo'lga qo'yilishdan burun masjidlarga yig'ilib namozning vaqtini kutib o'tiradi va namozning vaqti va muddatini mo'lchar qilishadi. Ular namozning vaqti kirdi deb qaror qilishgan chog'ida o'rnidan turib namoz o'qiydi. Musulmonlar ko'payib Madinada turmushning aldirashchiligi bilan aldirash bo'lib ketibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning bilan birga uning ashablari u orqali odamlarga namozning vaqtining kirganligini uqtiradigan. Ular namozga jug'ilish uchun vaqtining kirganligini uqtiradigan bir vosita haqida o'ylandi. Natijada azon maydonga keldi. Va taqriran li hadhihi al-ghaya va intilaqan min hadha ad-dafi' قرر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يؤذن الجمعة إعلاما بدخول وقتها على مكان عال قريب من المسجد غير آذانها الأصلي الذي كان في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وعمر والذي كان ينادى به حين يجلس الخطيب على المنبر بجوار المنبر أو على باب المسجد. Bu maqsadni muqimlashtirish va bu sababni cho'ridiganligiga asosan Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu Jumaga uning vaqtining kirganligini uqtirish uchun masjidga yaqin Rasululloh, Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhuning davrlarida bo'lgan asli azondan boshqa azan o'qilishni qaror qildi. Azan o'qilish kerakligini qaror qildi. U azan bilan xotib, ya'ni xutba o'quvchi minbar ustida o'tirgan chog'ida minbarning yenida turib yoki masjidning yenida turib o'qiladigan azandan bilak bir azanni yo'lga qo'yishni qaror qildi. Osman radhiyallohu anhu bu azanni Madinada odamlar ko'payib, ularning
dunyolik bilan oldirashchilikka ishib masjidda turishdan yuz o'rgan vaqtida qaror qildi. Haqiqat shuki, Osman roziyallohu anhuning bu azonni yo'lga qo'yishning sabablari o Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning sahobalarining u orqali namozning vaqtining kirganligini odamlar yig'ilish uchun vaqtining kirganligini uqtiradigan bir vositani izlashning sabablaridir. Osman gerçi ko'rinishda yangi bid'at ish qilganda qilsa-mu, lekin u Osman islom shariatining maqsadini amalga oshirgan va uningga muvofiqlashgan. Liza aqarrahu sahaba, shunlashqa Osmanning bu azonini sahobalar e'tirof qilgan va unda qilganligiga hech kim qarshilik bildirmagan. Ve bu şekil boyunca amel qilish bugungi kunga qadar umumiy musulmonlarda davomlashib ketgan. Allah uningdan rozi bo'lsin va Alloh subhanahu va taolo uni rozi qilsin. Demak, yuqorida darsning, ya'ni hadisning mazmunida degan gaplarga asosan shu. Resulullah'ın maqsadini o'qitmoqchi edi, Osman roziyallohu anhuning maqsadini o'qitmoqchi edi. Gerçi Resulullah'ın zamanında bo'lmagan azonni qo'shgan bo'lsa-mu, ammo mohiyatda, maqsadda, haqiqiy muddaoda islomning shu maqsadi o azonni qo'shishni talab qilganligi uchun Osman roziyallohu anhu uni qatdi va sahobalar buni e'tirof qildi. Mana bu sahobalarning bir umuman ijmosi bilan e'tirof qilganligi islomning ruhi va islomning maqsadiga zid, qarshi kelmagan, islomning ruhi va maqsadini buzmaydigan amallar bu qolsa, bu amallar bilan shug'ullanish va bu amallarni qilish durust ve Müslümanlar tarafından itiraf kılındı demekçi. El-Mebahisul Arabiye, yani Arapça tetkik kılınan sözlükler. Kânen nidâ'u yevmel cuma, nida degen, cuma küllükü nida, ezan, yani Allah subhanahu ve teala özünün cuma küllükü namazga çağırılsa, Allah'ın zikrige aldıranlar dep tilga ağan ezan ne demektir? Nidadın ezan maksat. Yani cuma üçün ezan okunursa, sizler cuma'ya berinler ve soğudu setikini taşlanlar. Evveluhu bir reb'a bedel min ismikan, ey ibtidauhu. Evveluhu piş bilen kanının ismisinin bedel bulup. Asli evvelu kâden nidâ'u oğandikin evveluhu degen, aşı nida degen kanının ismisten bedel. Nida, yani nidanın başlanışı demektir, evveli demektir. İzâ celesel imâmu alel minber bir rivayete kânel azânu azâneyn izâ haracel imâm ve izâ uqimet salât dabba. Azan iki azan idi. Biri imam minberge çıkan vakitte ve ikincisi namazga tekbir okungan vakitte. Bu iki azan. Falemma kana Osman haberu kana mahzub, kana degen pilninki haberi mahzub. Kanal Osmanu emirel mu'minin halifetel muslimin demektir. Takdiri falemma kana Osmanu halife, yani kana tam mı buludu? Osman onun faali. Falemma tevalla Osman hukukni qo'liga ipti degan ma'noda. Kasuran nas bil Madina, odamlar Madina ko'payib ketdi. Nidau salis, üçüncü azan vaqt kirgan chaqda imom chiqishdan burun odamlarga juma namozining vaqtining kelganligini uqtirish uchun bo'ladigan azonni demakchi. وسماه ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الاذان والاقامه. Bu azanni üçüncü azan deb atışı, bu azanning azan ve tekbirge ortuq bo'lganligini e'tibor qilish bilan. Birinci azan ve tekbirge ortuq bo'lgandan keyin üçüncü azan bo'ladi.
وَاِنْ كَانَ اَوَّلًا بِاَعْتِبَارِ الْوُجُودِ Gerçi mevcutluk itibarı birincisi bu zaman. Çünkü birinci ettim o azanın okulu diye. وَسُمِّيَتِ الْاِقَامَةُ اَذَانًا عَلَى سَبِلِ التَّغْلِيبِ لِاشْتِرَاكِهَا مَعَهُ فِي الْاِعْلَامِ بِالصَّلَاةِ Tekbirini azan deb ataldı, teglip yolu asasen. Tekbirini azanga galip kılgan. Şunda boğanlık için bu yerda ikkilisini azanayn deb o'qiladi. Taglib degan nima desa, ikkisi bir jinsdan bo'lgan yoki ikkisi orada yaqin bo'lgan narsani bir-birining ichiga kirgizib o'tish, g'olib qilib o'tish. Bu ikkisi azon bilan namozni uqtirishda o'rtaq bo'lganlikdan. Zavra degan zaning zibiri, zav, voning sokini bilan Madinadagi bir bazaning o'rni. Dilinde bu yer munaga o'xshash egiz yer. Dilinde mescidin qaşidagi tosh. Osman radhiyallohu anhu'nki uyi deganlar bor. Har holda mescidin atrofi egiz yer. Azon o'qishga qulay tutilgan joy. Fiqhul hadis innama amara Osman bin nida'il awwal ala az-zawra' li i'lam an-nas bi dukhul waqt as-salah qiyasan ala baqiyat as-salah. فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالآذان بين يدي الخطيب وذلك حينما رأى كثرة المسلمين بالمدينة وتشاغلهم بأعمالهم مع تباعد منازلهم ووافق سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار. Hadisten alınılan mezmun. Osman radıyallahu anh zavra degan o'rinda odamlarga namazning vaqtining kirganligini uqtirish uchun boshqa namozlarga selishtirib birinchi azonga buyurdi. Shunlaqqa jumani boshqa namozlarga qatavatdi va jumaning xususiyatini xitbning oldida azon o'qishlik bilan saqlab qoldi. Xatib mihrobga chiqqan vaqtda, munbarga chiqqan vaqtda azon o'qidi-da, shuning bilan uning xususiyatini saqlab qoldi. Bu voqea Osman radhiyallohu anhuning Madinada musulmonlarning ko'payib ketganligi, ularning o'zining ishi bilan oldirash bo'lib ketganligi, uyining yiroq bo'lishi bilan, uyi yo'q bo'lsa-mu masjiddan o'zining ishi bilan oldirash bo'lib ketganligini ko'rgan chig'ida bo'lgan. Boshqa sahobalar Osman radhiyallohu anhuga jim turish va inkor qilmaslik bilan Osman radhiyallohu anhuni qo'lladi. Ve ala zalik ta'awwalu man zada al-adhan bil Madina ve Osman ibn Affan. Bu xil qarashga asosan Madinada azonni ko'paytganlarning birincisi o Osman ibn Affan radhiyallohu anhudir. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذاك لكونه خليفة مطاع الأمر. Çıkıttırdığını netice şu buldu ki adamlar bütün rayon devletlerde şu çağda Osman radhiyallohu anh'ın kılgınını kabul kıldı. Osman radhiyallohu anh buyruğuna boysunulduğun halife bo'lganlik uchun. Lakin zakara ba'dahum anna awwal man ahdasa al-adhan az-zaid bi Makkah huwa al-Hajjaj wa bil Basrati huwa Ziyad wa sahih al-awwal kama warada anna Umar huwa allazi zada al-adhan wa zahiru anna Umar kana yad'u an-nas ila al-jum'ah min ghayri an yu'azzina laha. Lekin bazı ulamalar Mekke'de artık azanını payda kılganlarının evveli Haccac ekanligini, Basrda bo'lsa Ziyad ekanligini tilg'aldi. Sahihsi birinchi qarashdir. Yuqorida biz degan qarash shu. Shundaqla Umar radhiyallohu anhu azanni ziyoda qilgan deb keldi. Ameliyat shuki Umar radhiyallohu anhu odamlarni juma namoziga azon o'qimay chaqiratdi. Bir rivoyatda Osman radhiyallohu anhu birinchi azonga buyurgan deb keldi.
ولا منافاة بين الروايتين لأن الزائد أما كان في زمن الرسول هو أول باعتبار الإيجاب حيث يؤذن به عند دخول وقت الظهر وثالث باعتبار شرعيته لأنه أحدث بعد الأوليين باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار. أنا Mahidis'te 3. azanını ziyade kıldı dedik. Bir rivayette Osman 1. azanga buyurdu dedik. Anda da iki xil rivayet karma karşı dek küründe. Ameliyette iki rivayet oturuşta karma karşılık yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında boğunu din ortuqı o payda qilish itibari bilan birinci bo'ladi. Chunki yu'azzanu bih inda dukhul vaqti zuhr. Chunki o azan bilan pishimning vaqti kirgan chaqda azan o'qiladi. Uchinchidir onun shar'iyati itibari bilan. Chunki o avvalgi ikkisidan keyin Osman radhiyallohu anhuning ijtihodi, boshqa sahobalarning jim turishi va inkor qilmasligi bilan inkor qilmay qo'shilishi bilan paydo qilingan edi. Shu Rasulullohning zamonasidan ortiq bo'lgandan keyin bu birinchi bo'ldi ijod qilish jihatda. Rasulullohning zamonasida ikkisi qanday qilingan, paydo qilinib bo'lgan. Endi hozir ortiq qilingandan keyin birinchisi bo'ldi. Ama şeriat tarafdan, şer'i tarafdan üçüncüsü. Çünkü avvalgi ikisi beydi Osman radhiyallohu anhu onu paydo qildi. Unda o'g'ani şer'i tarafdan üçüncüsü bo'ladi. Qala al-Hafiz ibn Hajar amma ma ahdathahu an-nas qabla waqt al-jum'a min ad-du'a ilayha biz-zikr wa as-salat 'ala an-nabi fa huwa fi ba'd al-bilad duna ba'd wa ittiba'u as-salaf as-salih awla. Amma Cuma namazdan burun Cuma'ga chaqirish, zikr bilan Payg'ambar alayhissalomga durud yo'llash bilan chaqirishdan iborat Juma'ning oldida insonlar paydo qilib olgan ish o ba'zi davlatlarda bor, ba'zi davlatlarda yo'q. Salaf va solih ergishish avlodir. Ba'zi ma Juma namozidan keyin oldida hamda as-salot deb bir to'lab qo'ygan ishlar bor. Anladın? Yoki Resulullah'a durud ve salam yollash bilan Cuma namazının vaqti yaqinlashganligini uqtirib qo'ydigan bir ish bor-ku. Bu ishlar kelsak, bu bid'at deb keskin digil bo'lmaydi. Chunki islomning maqsadi namozga chaqirish, namozga akilish va namozning vaqtining kirganligini uqtirish bo'lganligi uchun. Ama salaf salihlarga ergishish bunun da avla. Ve yustafadu min al-hadis ma ya'ti. Hadisdan tuvandagi ibrat va hukmlar elinadi. Birinci, anna julus al-imam ala al-minbar qabla al-khutbah sabitun shar'an. Ve huwa sunnah عند مالك والشافعي والجمهور خلافا لبعض الحنفية واختلف في علته فقيل لراحة الخطيب وقيل من أجل الآذان بين يديه وعليه لا يسن الجلوس في العيد إذ لا آذان هناك وقيل لتسكين اللغط والتهيؤ للإنسان وإهزار الذهن لسماع الخطبة. Birincisi, imamның xutbeden burun minber üstüde oturuşu şeriatte asasqa ega. O İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, cumhur ulmalarının karşıda sünnettir, bazı Hanefilerin aksice. Xutbega çıktı, okuğulu, çıkıp bilan ürütmay, xutbının aldıda imam asraq oturdu. Oturup bular, andın xutbu okuğulu turdu. Bu şeriatte cumhurlarının karşıda sünnet. Bazı Hanefiler bunda unutmadı. Ama bu oturuşun sebebi hakkında ihtilaflaşılıp
xotibning rohat elishi uchun deyilgan ishmi bo'ldi. O chiqmoq egizya chiqqanligin herib ta'sir chiqdi. Bunda vaqtda birdan chiqib demini elvasin, rohat elvasin degan. Ba'zanlar oldidagi azon uchun hamda ayaga chiqqandan keyin azon o'qiladi-da, azon o'qilib qo'ychi birdan o'tsin. Aslida azon uchun bo'lsa, balkim yurib turib anglasin bo'ladi azonni. Azon o'qilib bo'lsin, anodagi qopayda o'tiradi. Buning asosan aytda o'ltirish sunnat emas, chunki u vaqtda azon yo'q. Ba'zanlar vachi-vachaqni to'xtatib jim turishga tayyorlanish uchun va zihnini xutbada anglashga hozir qilish uchun dedi. Yani imom mihrobga chiqib birdan o'ltirgandan keyin vachi-vachaq gap so'zlar shu jarayonni to'xtaydi. Odamlarning hammasi jimli o'tirlar hamda deb yukinadiganlari yukinib, tayyorlik qiladiganlar qilib oladi. Zihnini xutbaga beralaydi. Shuning uchun o'ltirmoqchi, o'ltirgan. الثاني التأذين قبيل الخطبة حين يجلس الإمام على المنبر. Bu hadisden alınan ikinci ders imam minber üstünde olduğun vakitte hutbeden azrak burun ezan okuş. Minberge çıkıp hutbe okumadı, şunun aldıda azrak aldıda ezan okuş. الثالث أن خطبة الجمعة سابقة على صلاتها ووجهه أن الآذان لا يكون إلا قبل الصلاة وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على المنبر دل على سبق الخطبة على الصلاة. Üçüncüsü cuma hutbesi namazdan burun buludu. Bunun yolu azan fakat namazdan burun buludu. Azan namazdan burun buludu. Cuma yol xutbadan keyin bo'ladi. Agar imom minbar ustida o'tirgan vaqtda azon yuz bersa, bu xutbaning namozdan burun ekanligiga dalolat qiladi. الرابع فيه دلالة على مشروعية ما يفعله عامة المسلمين هذه الأيام من التأذين أولا على المنارة مثلا ثم التأذين بين يدي الإمام ثم الإقامة للصلاة عند نزوله بعد الخطبة خلافا لمنكر ذلك من طوائف. Dördüncüsü bu hadiste bugünkü gündeki umumi Müslümanlar kılıvatkan azan o'qishning yo'lga qo'yilganligiga, qonunlik ekanligiga dalolat qilish va muna ustida masalan. Shu munaga chiqib turib, munaga chiqib turib azan o'qish bu yo'lliq. Keyin imomning oldida azan o'qish. Keyin imom xutbadan keyin namoz uchun tushgan chog'da takbir o'qish. Bu şunu inkar kılgan bir taifeli kişilerinin aksiçe. Bazılar bu bid'at, Osman radıyallahu anh'ı fayda kılgan bundak bid'atını kabul kılışka bulmaydı diyenler var. Ama bunu şekil cihetten kalısı bid'at, ruhi cihetten, hedef, makasidi şer'i cihetten kalısı bu bid'at emas bu. Hem sahabalarımı özünün ictihadı ve özünün ki şeriyetten alınan hüküm yekünleri bilen koşkan işler başka rivayetlerde kelgen. Şunlarca şeriyetin maksatlarını, şeriyetin muddalarını ve şeriyetin maksatlarını aldığı sılcıdırgan hareketlerini kılışta çeklenmesimiz lazım. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizda hadisga amal qiladigan, hadisni hayotga tatbiqlaydiganlardan qilsin.